bu yurtqa qadiming yetganligini bilib qolsam, xabarangni o'zim qo'piraman. Unutib qolmasizlar Qambarni Saxinim. O'zlarining mo'cha bir qizi bor. Kolining beshiga kelgan kunni Mo'zayning beshiga kelmaydi deb hech kim aytolmaydi. Haddingdan oshma. Kimga gap qilayotganingni bilamsan? Angoyaq tursan-ku. Kelib meni bo'shatib etmabsan. Haddingdan oshma. Ma'qul. Qambar hocam, bo'g'aydi. Eringizning bu uy kelib ketib yurgandan xabaringiz bormidi? Kelarkan mayli chaplashidi ekansiz-ku. O'jaqingizcho, sizdakda natchilarni gapga unutib, bugunga ulashgan. Xotin kishi bo'lsam-mu, erkakdek yashaydigan ayolman. Men siz bilan hargiz to'y qilolmayman. Bu mumkin emas. Mening sizga tekkinim tekkan. Mening Qambar. Qani desizlar? Qo'lig'im siladi. Voy yuragim. Voy mening dardlik yuragim. Qemarg'a tikilgan xotin. Oysham Ismoil tabassum. 26-qism. Namancho'loq ichida o'ylaydi. Mushu yurtdagi katta yuzabro'yliq, men deganlarnimi hayvan bilan ta'zim qildira oladigan, ismimni anglasa to'shkidan bo'shkigacha hammamiz qo'rqib ishtiniga chiqarib yetadigan, kimli bo'lsa bir ig'iz gapimni yirmaydigan, degan qilgan Namanbek turibmi? Ashu Seyitbayning og'amchizida bog'lanib, qazini qilib bir kecha yotdim desa, na ot, na nomus menga. Yana texi xizmatkorlari bilan xotinimning oldida meni haqoratlab, kichikni bog'lagandek bog'lab ip chiqib arvoziga besibadi. Munda xo'rliqni ko'tarib yashaydigan Namanmatimman. Shu chaqda Quduslanqa fut qo'limdagi og'amchini yeshib, yehtikini silib ustimga yepib yo'gab ip ketmagan bo'lsa, yuz ko'zim qoniga bo'yalgan holda arabada yotqanining meni ishkanligimni xalq olam bilib ketadi-da. Sidan boshlab mahallaga pur ketadi. Yillardan beri men qilgan har bir ishning oldiga o'tib olib, xalqqa yaxshichaq bo'lib, o'zing yaxshi nom ipgading. Onunğa mayli dedim. Aldınqı qitim yeli ishiltib, Qosim Palko'zdan ziverni utib olib, ishimga to'p chashdim. Yana mayli dedim. Xotin qiladiganni qilib bo'lib, Buxodan chiqdim. Sendin oshqini demay, bir haqiqatim o'ynab qo'ysam ne bo'pti? Asli og'indorchilikning yuzini qilib, mayli deb etishim. Ko'rsangmi, ko'masga selishing kerakdi. Biroq unda qimmat yo'q. Bekla chekdan oshirib etdim. Xotinimning oldida inovatimni qo'ymaganni ozda. Yillardan beri og'indorchiligimizning yuzini mi qilmadim? Shu bir zivernisoning mehri bizning 10 necha yillik og'indorchiligimizdan ustun kelgan bo'lsa, oldirmay tur. Men seni xotin haqqa to'yg'izib qo'yaman. Umtekin studiyasi. Namancho'loqning ko'ngildagi to'ng'iz qurtlari bara yo'g'ingan siri Seyitbayning qilgan har bir ishi, degan har bir so'zi uningga haqorat, ahonat bo'lib tuyulib, har bir o'ylisi ichini totolashqa, orinbamay quturtishga boshladi. Kichkidan tortib johil mijozlik odat yetildirib qolgan Namancho'loq, mayli yaxshi bo'lsin, mayli yomon bo'lsin, niyat qilgan ishini oxirga ib chiqmasa, faqatla orom topmaydigan. O'z manfaati va niyatlari oldida hech nimani, hech kimni nazarga ilmaydigan. Bo'libmi bu yillarda pul tepish, egilikini ro'noq topqizish uchun to'xtamay hiyla mekir o'ylab tepib, qo'li 4 tanga pul ko'rganligi kishini qimorxonasiga, saraydagi bankxonasiga boshlab, pulini joylashga fursat izlaydigan bo'lib ketgan. Jon kassimi, qilaman degan ishini qilmay qo'ymaydigan yovuz odam edi. Shunga u bu qitimni Qambarniso xonim orqali Seyitbaydan o'ch elish, ondan Seyitbayning barliq mulkini, zivernisoni, ondan heliq kuni ishi aplishayli deb qolganda o'zini urib bo'shidan ketkizib etib, Seyitbayga tutilib qolishiga sababchi bo'lgan Gulsum degan didaknimi changaliga elib olishni qat'iy niyat qildi va shuningga mos plan tuzishga boshladi. Buning uchun yanada Jabbordan ahvol egallashga to'g'ri keladi.
Jabbor ilgari Seyitboyning qo'riqida ishlagan. Bog' va qo'riqning butkul o'rinlashtirilishi uningga 5 qo'ldek tonish. Uning ustiga Jabbor nomi Seyitboyga nisbatan o'chmanlikka bor. Eng muhimi, Jabbor hozir o'zining sarayida ishlab, o'zining oshnini yavatgan ekan. Bu ishga kuch chiqarishi turg'onlik gap edi. Seyitboy nahiyadagi birdan-bir o'qilga berib, u yerdan cho'ng qizi Gulbahram xonim, o'g'li Rustam va Zivarnisoning o'g'li Abboslar uchun yeniga bir munch ish haqi berish va'dasi bilan bir muallimni taklif qilib boshlab keldi. 20 yoshlarda bor, o'zi jimg'ur va salobatlik bu muallim qo'riq sirtidagi uyga o'rinlashtirildi. Balalar har kuni Gulsun bilan maxsus qo'g'duvchisining hamrohligida u uyga chiqib, xat tonish va yozishni o'rganatdi. Kech kirganda yana shularning hamrohligida qo'riqqa qaytib, Abbos qo'riqda ko'ylida qolatdi. Gulbahram xonim bilan Rustam bog'ning chetidagi o'yliga onasi Qambarniso xonimning yoniga kirib ketadi. Marhum dadasi Mamdumin Karvon ziyoda bilim xumar kishi bo'lib, xat savodi bor. O'qish, yozish g'ayrisman. She'r o'qish va yozishni qavatli yaxshi ko'radigan kishi edi. Marhumning bu ishtiyoqi o'g'li Seyitboyga meros qolgan bo'lib, bu yillarda 10 ming odamning ishidan birisi xat toniydi deyilsa, o dal Seyitboy edi. Bunimi dadasi kichik vaqtida qo'lini tutib o'ltirib, uningga bir-birlab o'rgatgan. Keyin Mamdumin Karvonning umri qisqa kelib, karvoni bulon-talonga uchrab, o'zi cho'lda qazo qildi. Keyingi chog'larda Seyitboy dadasining bu orzusini ishga oshirib, o'zi o'qil ichib bolalarni o'qitmoqchi bo'ldi. Biroq shuncha cho'ng egiligining ravoji va oiladagi bir talay ishlarga yetishib bo'lmaslik sababidan bu ishlar tashlanib qilivergan edi. Mana hozir bolalari cho'ng bo'lib, eg'iziga ilm solsa miyasiga og'ida qolg'iyapti. Mo'shunchilik vaqtda xat o'qishni o'rganib olmasa, ish salli cho'ngiyib boshqa ishlarni o'ylay olg'udek bo'lib qolganda, har qancha o'rgatsimi kallasiga tushmaydi. Shunga ota-aytan shuncha yiroqdan bu muallimni taklif qilib, bolalarni yaxshi tarbiyalab berish haqida ko'p umidlarni kutdi. Seyitboyning umidi va muallimning tirishchanligiga yarasha bolalarni tirishib o'rgandi. Ustozining o'rgatganlarini ko'ngil qo'yib, anglab va o'rganib, dadasining so'rg'onlariga xushallanarlik bilan javoblarni berib, har holda to'liq yaxshi hosilotlarga erishdi. Qambarniso xonim kunduzlari yolg'iz qilib, teg'imiz erikishga boshladi. Balları atigini qo'riq sirtidagi uyga chiqib ketsa, kechda qaytib keladigan bo'g'achqa, toki shular qaytib kelgicha yolg'izlik, jimjitlik uni yanama baxiyolga potirib qo'yib atadi. Talog'i chiqqili tex ruxsat qilmagan. O'ltirivera desa ichi pushqan. O'tgan ishlar yodiga kelib olib, yuragini tatilayotgan. Bir yoqdan marhum qiynonasini, bir yoqdan Seyitboyni seg'inib ko'ngli sunayotgan Qambarniso xonimning ko'zlari to'li yoshlik bo'lib, kunlari parishonlik ichida o'tmoqda edi. Bir kuni qizi Gulbahram xonim o'z yozgan xatlarni ep kelib, Qambarniso xonimga ko'rsatdi va zo'q sho'q bilan o'qib berib, uni intoyin xushal qilavatdi. U yezib kelgan va o'qib bergan xatni etligini qaysi bir shoirning dunyo haqidagi she'ri bo'lib, o'zin xatlab chiroyli yozilgan xatlar Qambarniso xonimning zo'qini keltirgan bo'lsa, she'r ishidagi mazmun uni ram qilib olgan edi. Qambarniso xonim qizining qo'lidan teri qog'ozni elib, yaqin akilib sinchilab xeyli uzun qarab ketdi. Dunyoda bundoqmi chiroyli ham ma'nilik ishning borligi uni hayron qoldirgan edi. Bundan burun xat yozilgan teri qog'ozlarni ancha-muncha ko'rgan. Seyitboy Qosimpol ko'zdan Zivarnisoni utib olgan chog'da qilishgan tilxatni qo'liga elib ko'rgan va shu chog'da Seyitboy mazmunini Qambarniso xonimga o'qib bergan bo'lsa-mu, uning ko'nglida hozirgidek qiziqish qo'zg'ab boqmagan edi. Qambarniso xonim qavatli xush bo'lib ketdi. Bu xushlik bilan uning ko'nglida xat o'g'inish istigi qo'zg'aldi. Qizim, menga xat yozishni, o'qishni o'rgatib qo'ysil bo'pti ekan. Sizlarga sizlar xat o'rganib nima qilala ana? Sizlar o'qigan shu xatlarni o'zim o'qiy oladigan bo'lmamdim. Qarasalar, bu xat degan bak chiroyli narsa ekan. Men tikkan kashtaladimmi, marvayt qo'ygan do'ppiladimmi? Yaqut ko'zlik to'n yoki ipak yog'liqlardagi kashta gulladimi chiroyli ekan. Texi buningdan olamcha mazmun chiqadi ekan. Yoqtirib qoldim.
Balam, bana öğütüp koysula, tan öğünüp tan yazaylı. Onda qısaq bolamı? Boladı kızım, bolmaydigan nemesi ba. Tan öğensek texim yaxşı boladı texi. Özleri öğünüp elip qosaqlarda saqlap yürgütçe, mağam öğütüp koysula yaxşı emasmı? Mağa ustaz bolala texi. Bu gap dilig'ul bo'lib turgan Gulbahram xonimning ko'ngliga yoqdi. Har kuni darsdan tushib kelsa ko'ngli yerim, chehri sungun o'ltiradigan, tuzuk gapmi qilmaydigan, ko'z yoshdan qo'rmaydigan bo'lib qolgan onasining bugun mush ish sababli kulganligini va uzoqdan beri ichilmagan chiroyining yo'ruq kundagi oftobdek ichilib ketganligini ko'rgan Gulbahram xonimmi xush bo'lib qoldi. U onasiga ustoz bo'lib, ustozdan o'rganganlarning hammasini Qambarniso xonimga ko'ngil qo'yib o'rgatdi. Qambarniso xonim qaytarqinib tirishib o'rganishga boshladi. Shuningdan keyin bolalar chiqib ketsa, Qambarniso xonim zerikib bekor o'ltiradigan buruq turumliqqa xotima berildi. Qambarniso xonim qizi og'och kelgan va yezish usulini o'rgatib qo'ygan teri qog'oz, ujma qo'ziqi qog'oz xatlarni zerikmay yezib mashq qildi. Bir tarafdan o'qib, bir tarafdan yezib, ko'zi va qo'li xeli pishibma qoldi. Biroq qog'oz bakli qiz. Uning ustiga qimmat bo'lg'achqa, degandala qog'oz topqili bo'lmadi. Seyitboyning xo'jadoriga buyurtib akaldirib berganlari 3 bolaning mashq qilishiga, xotir qoldirishiga oron yetadi. Gerçi Gulbahram xonim o'zi ishlatadigandan tejab, avoylab onasi uchun ichinib kelayotgan bo'lsa-mu, bu usul masalani tubdan hal qilolmadi. O dadisi Seyitboyga deb ujma qo'ziqida yozgan qog'ozning ko'proq akaldirishni xiyol qildi. Biroq bu xiyoldan darhol voz kechdi. Xelidan beri onasi Qambarniso xonimni ko'ragi ko'zi yo'q qoldi, o'ch bo'lib ketgan. Necha oydan beri onasini ko'gili berib qo'ymagan dadisiga bu gapni qandoq deydi? Degilg'o bo'la. Olimadi Seyitboy Qambarniso xonimning xat o'ginishga qarshi turib, onasini o'rganmaslikka, o'zini o'rgatmaslikka buyurib qo'ysa qandoq qiladi? Onasining ruhiy kayfiyati majlisga texi amdilatin tugigala turgan. Sulg'un chiroyga amdirakkina kulki yugurgan tursa, xat o'ginishni cheklab qo'ysa, oron tasti qo'lga keltirgan bu xushalliqdan mahrum qolmamdi. Gulbahram xonimning bu boshqa tinchligini yanala Qambarniso xonim o'zi hal qildi. U hovlining o'rik soyasi tushadigan tarafidagi yerni suv chechib qotirib, shu yerga tayoq bilan xat yezib mashq qildi. Bundoq bo'lganda yezib bo'lgan xatni o'chirib etib, yerni bekorlab yana qaytadan xat yozg'ila bo'ladi. Uning ustiga yerga yozilgan xatni qanchalik cho'nliqda, qaysi shaklda yozaman desimi, qiynalmayli yozg'ila bo'ladi. Bu ish Gulbahram xonimni mo qavatli xush qilyapti. U endi qog'ozning g'amini yemay, o'z yaxshi o'rganganlarni onasiga o'rgatishning ko'yiga kirsili bo'ladi. Qisqagina bir oy ichida Qambarniso xonimning xat savodi obdalla chiqib, xatlarni Gulbahram xonimdan yaxshi yozadigan, duduqlamay erkin o'qiy oladigan bo'lib ketdi. Buningdan ona bola ikkilisi xushal edi. Ulochilik yozolmaydigan Rustamning ishtorliq kelib domsib qolsa-mu, onasining kulki yugurgan chehraga qarab, xopchiligini unutib ketadi. Bir kuni Qambarniso xonim qo'riqqa yangidan kelgan, o'zlariga ko'zlik yotgan ko'rpa akagan bir xizmatkor qizga pul berib, sirtdan ujma qo'ziqi qog'oz setib olib akab berishni havola qildi. Va bu ishning topanaq uchun u qizga 2 tanga ish haqqi berdi. 2 tanga bu qizning bir oylik ish haqqiga teng bo'lib, bir bog'lam qog'oz akilib berish bahonasi bilan shuncha pulga kuchmayli ega bo'lgan qiz xo'jadordan onamni ko'rib kelaman deb ruxsat so'rab, piltonlab yugurganicha chiqib ketib, soq yarim kun izlab, oxiri bir qo'ltiq ujma qo'ziq qog'oz tepib keldi. Qambarniso xonimning bu chog'dagi xushalligiga gap to'g'ri kelmadi. U yerga xat yozishni tashlab, xizmatkor qizga oldirib kelgan qog'ozlarga xat yozib, o'rganganlardan xotira qoldirishga boshladi. Sevarniso Qambarnisoni bakli seg'indi. Qambarniso xonim bog'dagi uyga ko'chirib etilgandan keyin bir necha qitim berib ko'rishib kelgan bo'lsa-mu, Seyitboy uning Qambarniso xonimni yo'qlab berib ko'rishib kelganligini bilgandan keyin qat'iy buyruq bilan ularni yana ko'rishishdan to'sdi. Mehrimoba, qahramoba Seyitboydan albatta Sevarnisomi qo'rqatdi.
Seyitboy öyti yo'q chog'da bir qitim o'g'irliqchi berib kelganini qaysi vitviloq yetkazib qo'ydi ekan. Seyitboy shu ishni bilib qilib, Zivarnisoning tanavini tortdi va o'z buyrug'iga qarshi chiqib, ochchig'ini keltirmaslikni topilab qo'shimisini turdi. Zivarniso shundala Seyitboyning qanchalik adovati kuchlik, muhabbat nafrati aniq, yuz o'rganga ikkinchilab oldin qilishni xohlamaydigan odam ekanligini cho'nqur tushunib yetdi. Biroq Seyitboy intayin eg'izi ching, g'ururi kuchlik odam ediki, ish mushu darajaga yetkichimi Qambarniso xonim bilan ikkisining o'rtasida zodi qandoq ko'ngilsizlik yuz berganiga, bu amroq er-xotinlarning oqtog'liq, qortog'liq bo'lishib, bir-biriga buncha o'chmanlashib ketganining sababini hech kim bilmadi. Hatto Zivarniso uchunmi bu ish yeshilmas bir sir bo'lib qoldi. Qambarniso xonim dastlabda Seyitboyga qiydidi. Keyin bu qiydiganlarning hech nimaga unumi bo'lmaganning ustiga oradagi munosabatni texmi qatmonlashtirib yetadiganligini to'nib yetib, o'zligidan yumshidi va Seyitboyga bo'yin egib, tashabbuskorlik bilan kechirim so'rab, o'zi uningga yaqinlashdi. Biroq u chaqda nurg'un ishlarga allaqachon kechikkan edi. U o'ylaydi. Untekin studiyasi. Nima qilganimga meni bu bog'ning chetiga palab, qo'riqib berishdan to'sib qo'ydi. Nemishqa menga tushundirgidek kichkina vaqt bermaydi. Ikki bolasining onasi tursa, marhum Shahzodam xonim onamning xizmatini qilib, uning chirig'ini yondirib yurgan ro'zg'ari tursa, bu yillarda mushu uyning Seyitboyning jafosini astatdimmi? Kelinlik peshonamga putilgandan boshlab, menda yig'lab, menda kuldi. Menda echilib, menda davr surdi. Endi kelib yo'qining bir ishqa o'zining xato tushunmag'iniga ranjib, meni nohaq ayblab chetga qaqsi bo'lamdi. Qandoq er kishi xotinini eng muhtoj vaqtida mushundoq tashlab qo'ydi. Zivarni sog'idim tushgani sababidan kullab qolganim rost. O'zim yolg'iz bahrman bo'lib kelayotgan muhabbatidan, mehridan, amroqligidan, kuyimidan Zivar tufayli ayrilib qoldim. Zivarga yomonlik o'ylaganim xato bo'lgan taqdirdimi? Erim bo'lgan odamni uningdan qizg'anishim xato emas u. Xatoligimni tuzatay dedim. Endi ikkinchi undaq qilmay, qaytadan odam bo'lib, eng dastlabki Qambarniso bo'lay dedim. Lekin menga fursat bermakda yo'q, ishni qo'g'ilganda qo'g'ladi. Meyu tagili kamisi odat hech kim oyoq bosmaydigan bu chat yoqliqda zerikib, o'z go'shimni o'zim yegidek bo'lib ketsammi? Seg'inib ko'zimdan o'chib ketsammi? Bir insonning men bilan kori bo'lmadi. O'zi xalab ko'rishgili kelganda buyruq so'qib to'xtatib qo'ydi. Unchavala o'shmanlik qilib, bu qadar razil usulda jazolug'dak men zodi nima qildim? Yaxshi ko'rganim, qizg'ang'inim, aslidagi o'rnimga qaytqim kelgani xatomi? Bilib bilmay o'tkazgan xatolig'imga Zivar mendan ranjimasa, u kechirayotgan yerda begim nemish qilmayli deb aytmaydi. Doim demidim. Faqat mushu bir qitimda fursat so'radim shu. Ay yuragim. Ay mening dardli yuragim. Haqiqatan esil, fazilatlik. Kan qo'rsoq ayolkan bu Zivar. Shu ishlarni mayli deb etib, menga yana bag'rini ochalgandik. Shu adovat qattiq Seyitboydan o'g'irliqcha meni ko'ygili kelgandikin. Haqiqatan Seyitboyning ko'ngli ram bo'lib qolsa, arzugidek yaxshi ayol ekan. Endi yana nariga hasad qilatdim. Qaysi yuzim bilan qiziqnatdim. Hech nima demayman. Hech nima qilmayman. Faqat va faqat begimdan gunoyimni yo'yg'udak, bag'riga qaytqudak bir fursat tilaydim-ku oxir.